Kichkin to'yda anik nima bo'lmasligi yoki chaqaloqning noso'g'lom holatining alomatlari. Birinchisi isitma. 38 darajadan yuqori harorat, lekin ayni paytda 36 dan, ayniqsa 35 dan, 5 dan past tana harorat ham kasallikning alomati bo'lishi mumkin. Ikkinchi, nafas olish qiyinligi yoki odatdagidan tezroq nafas olish. Uchinchi, sustlik, bolani uyg'ota olmaslik. To'rtinchi, ovqatlanishdan bosh tortish, zaif emish va uzoq vaqt davomida. Beshinchi, pifis. Qayt kelish bilan adashtirmang. Qusish katta hajmda favvora kabi chiqadi. Siriga kelish esa odatda o'z miqdorda 2 yosh qoshiqdan ko'p bo'lmagan holda o'qib chiqadi. Oltinchi, teri rangidagi o'zgarishlar, oqargan, kulrang teri, fiziologik yoshdan tashqari sariqlik. Ikkinchi, barmoqlar va lablar uchlari kot va kul rangga aylandi. Sakkizinchi, bir vaqtning o'zida 3-4 soatdan ko'proq vaqt davomida tinchlanmaydigan yig'lash. Va to'qqizinchisi, har qanday joydan qon ketish. Bularning barchasi shoshilinch tibbiy yordamni talab qiladi.